Assalomu alaykum ustozlar. Axborot uzatish tezligiga oid masala yechimini ko'ramiz. A kompyuterdan B kompyuterga 2 gigabayt hajmdagi fayl uzatilmoqda. Faylning dastlabki 1/2 qismini uzatish uchun 384 sekund sarflandi. Faylning qolgan qismini esa 64 megabit taqsim sekund tezlikda uzatilgan bo'lsa, A kompyuterdan B kompyuterga faylni to'liq uzatishdagi o'rtacha tezligi megabayt taqsim sekundni toping debdi. O'rtacha tezlikni topish uchun V o'rta teng to'liq hajm jami shuni bo'lishimiz kerak. To'liq vaqtga T ya'ni vaqtlar, hajmlar bo'lak-bo'lak o'tkazilgan bo'lsa, shuni hammasini topib ketgan vaqtga bo'lamiz. Demak, birinchi bo'lakda bizga T1 bor. Demak, T1imiz teng ekan 384 sekund. Endi T2ni topishimiz kerak. Qolgan qismi deyapti. Faylning qolgan qismi 64 megabit. 64 megabit taqsim sekundni 4 megabayt taqsim sekundga o'tkazsak, 8 ga bo'lib olsak, demak 8 megabayt taqsim sekundni beradi. Endi bizni 1 gigabayt, ya'ni 1/2 qismi qolyapti. Jami faylimiz 2 gigabayt edi. Uning 1/2 qismi 1 gigabaytni beradi. Endi T2 teng 1 gigabaytimiz 1024 megabayt. 1024 taqsim 8 yoki 2 ning darajasiga olib yozadigan bo'lsak, 2 ning 10-si bo'lingan 2 ning 3-si. Darajani xossalarini foydalanib ayirib yuborsak, 2 ning 7-si, ya'ni 128 sekundni beradi. 128 sekund. Endi T2 ham chiqdi. T jami teng ekan T1 plus T2. 384 plus 128 teng 512 sekund. Endi to'liq vaqtni ham topdik. Endi V o'rta o'rtacha tezlik teng ekan 2 ko'paygan 1024. 2 gigabaytni megabaytga o'tkazyapmiz. 24 taqsim 512. 512 bilan 1024 ni qisqartirsak 2 ni beradi. 2 kara 2 miz 4, ya'ni 4 megabayt taqsim sekund bo'lgan ekan o'rtacha tezligimiz. To'g'ri javobimiz D javob.